tabiati, Zominni tabiatiga birga-bir o'xshaydigan joydan zo'r tacha topib qo'ydim. Bu manzilimiz Qirg'iziston Respublikasida, ya'ni Shoxomardan hududidan o'tib boriladi. Hop, Dugoba dam olish maskani joyidan ko'rishlaringiz mumkin. Atrof to'la archazor. Bu tomon mana Qirg'izistonni o'sha muzliklarga borib taqalib ketadi. Ya'ni kenglik cheksiz o'rmoq hisoblanadi. Bu mana bu domik topib qo'ydim. Hop, sharoitlari Wi-Fi, tualet, hammom, oshxonasi, hop, qisqasi hamma sharoit qanday qulaylik kerak bo'lsa hammasi joylashgan. Hop, ichkari qismlar juda toza, pokiza hisoblanadi. Hop, tezkunlarda bu nimamizni, domigimizni to'liq obzorini qilamiz inshaalloh, kanalimizga yuklaymiz. Hop, kanalimizga kuzatib borasizlar. Ana shu tabiatni sayohat sevadigan eng yaqin do'stlaringizga jo'natib qo'yasiz, albatta bu inshaalloh manfaatli bo'ladi. Nafas yo'ldagi kasalliklar uchun ham ayni muddao. Hozir mana 15-may bo'ladigan bo'lsa sanasi, archalari changlangan payti mazaq dam oladigan joy. Do'stlar, kuzatib borasizlar. Tabiatga baho beringlar o'zlaring mana.